Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi montajimiz Farg'ona viloyati Yozyovon tuman sentrda bo'lib o'tdi. Bu yerga 547 cm balkon qo'yib berganmiz. 8 ta ko'zli 3 ta ochilishi bor. Firmamiz lega bo'lgan. Hop, rangi korishnoyda bo'lib o'tdi. Oynalar rangi ham yo'l svetda bo'lgan. Hozir ichkaridan ko'rinishlarini bir qator ko'rsatib o'taman. Xo'p, ichkaridan ko'rinishlarni ko'rsatib o'taman bir qator. Ichkaridan ko'rinishlari xuddi shunaqa bo'lgan. Xo'p, oynalarimiz yo'l bo'lgan. Bir qavatli. Firmamiz, ruchkalarimiz Akfa bo'lgan. Bu firmamiz lega. Xo'p, xudo xolasa bexijolat garantiyali ish. Xo'p, narxlarga keladigan bo'lsak, hozir naryoqda ham ikkita narsalarimiz bor, ularni ham ko'rsatib oxirida aytib o'taman. Xo'p, bu yerga bitta eshik qo'yib, ram qo'yib berganmiz. Buni razmeri 116 ga 144 bo'lgan. Xo'p, bir dona ochilishi bor. Bu yerdan oynalari yo'l svetda bir qavatli bo'lgan. Xo'p, vannaga bitta furcha qo'yib berganmiz. 84 ga 53 bo'lgan furchamiz razmeri. Общий hisobda 6 million 300 ming so'mga kelib o'rnadi. Kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqishlar mumkin. Xudo xolasa chiroyli qilib, bekamiko'z qilib o'rnatib ishlarni tugatib beramiz. Hammalarga kattakon rahmat.